Ekonom pechka olaman deb juda ko'pchilik o'chirtda kutganda, endi o'chirtda kutmaysizlar, qaranglar. Tayyor holatda sizlar kutmasliklaring uchun, ob'yomni kattalashtirib, zavodlar 3-4 ta bo'lganligi uchun endi O'zbekistonda hamma joyga chiroyli holatda ta'minlab beriladi. Narx tomonlama, sifat tomonlama, xudo xolasa atrofdan ko'ra anchagina yengil qilib, chiroyli qilib berishadi. Eng yaxshi tomoni endi tutamaydi, uyingiz boshqa bo'lmaydi. Agar bu pechkadan oladigan bo'lsalaring, zo'r effekt beradi. Har xil tunikadan yasalgan, har xil narsalardan olishni o'rniga shunaqa bitta original pechka oladigan bo'lsangiz 10 ta 15 ta qishda bemalol chiqarib olsalaring bo'ladi. Endi bir boshdan narxlarni Hamdam akamdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz aka, tushunsiz? Hozir nechta bor aka bu yerda? Bitta xo'p, hozir mana shu yerda 200 dona bor. 200 dona bor. Demak, telefon qilsa sirasi chiqarib berilaveradi aka. Undan muammo yo'q. Xo'p, undan tashqari qalinligi list qanaqa yasalyapti aka? Bu ham endi ko'pchilik yupqa qilib turib arzon sotyapti, to'g'risi. Qalinligi 208 bo'ladi. Qalinligi o't yonadigan joyi 5 va 6 bo'ladi. 5 va 6. Ha, ichiga qoplangan bo'ladi. O'sha immindan o't yonadigan joyiga qoplaganmiz. Bemalol ochib ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Tagi chugun bo'ladi buni. Chugun bo'ladi. Oldingi hali birinchi chiqarganimizda 8 li armaturadan qilyotgandik. Prutdan degani, hozir cho'yan bo'lgan. O'zi buni mayaqdan ko'rsatsangiz, xizmat uzoqroq bo'ladi. Uni lis qoplaganmiz ichiga. Ichlariga lis qoplaganmiz. Zo'r. Hozir mana o'sha aytgan cho'yanlarimiz bu tomonda turganlar, ha, mana shu tagiga qo'yiladigan cho'yanlar bu. Qo'y. Xo'p, bu yerda necha xili bor aka? Bir Bu yerda 4 xili bor. 4 xil. Xo'p, buni 20 ligi bor, keyin 25 ligi bor. Bir boshdan narxlar bilan aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, bir boshdan aytadigan bo'lsak, 20 ligimiz bor. 20 ligimiz bu full varianti bor. Fulli. Ha, mana shu full varianti bo'ladi. Mashinamizning narxi 1 200 ming. Xo'p, katta o'tinlar ham sig'averadi. Eshiklarini ham kattalashtirilgan, bemalol katta o'tinlar solsa ham bo'laveradi. Hamma yo'q qilsa bo'laveradi. Tepalari ham gulli bo'ladi, keyin tapchanlari ham bo'ladi. Mashinasi full varianti. Bu 1 200 ming so'm. Zo'r. Mana unisi bor, endi prostoy varianti bor. Bunisi 1 100 ming so'm. Tapchani bo'lmaydi. Tapchani bo'lmaydi, prostoy bo'ladi. Buni narxi 1 100 ming so'm. Buni orqasiga tapchan qo'yiladigan bo'lsa, 1 150 ming so'm bo'ladi. 50 ming qo'shilib. 50 ming qo'shilib qoladi. Tapchaniga qo'shiladi xolos. Unda ham olsana yaxshi, 50 ming qimmat bo'lsa ham, lekin suvingizni, ovqatingizni isitib hamma tomonlama effekt beраveradi. Ha, orqa tomoniga qo'ppilaveradi. Zo'r. Demak, bu yerda yaxshi tomoni katta o'tinlar ham sig'ib ketaveradi. Bemalol sig'averadi. Razmerlari ham yaxshi bo'lgan. Kraskasi qanaqa endi aka? Nimasi? Kraskasi, bosimga. Kraskasi 1200 gradusga bemalol chidaveradi. O'sha gradusga chidaydigan kraskadan sepilgan bu. Yaxshisidan sepilgan, original logotip tushirilgan o'sha o'zimizning logotipimiz. Ekonom original pechkalarimiz. Zo'r. Endi bu tomondagilarchi? Bular 25 bu full varianti bu. 25 katta razmer. Ha, buni razmeri kattaroq bo'ladi buni. Keyin buni Polluxi bor, bu ham xuddi o'shani singari, mana orqasiga tapchan qo'shiladi bunda ham. Bu 1 250 ming so'm, bu 1 350 ming so'm. Tapchanini olib beradigan bo'lsa, 1 200 ming so'm bo'ladi. 1 200 ming so'm bo'laveradi. Zo'r. O'sha komplektida o'sha zaslonkasi, kuldoni, nagar tozalaydigan narsasi bo'ladi. Shular bo'ladi. Undan tashqari bu tepadagilarchi bular bu kraskaga tayyorlanayotgan narsalar bular. Ha, bu kraskaga tayyorlanayotgan jarayon. Bu tayyor hozir. Kraska sepilsa bo'ldi bu narsa. Zo'r. Xo'p, mana aytganimizdek pechkalardan muammo yo'q. Xo'p, rasvotga keladigan bo'lsa, rasvot qanaqa bo'lyapti? Xo'p, 7 kilo bilan 12 soat yoqiladi. Ko'mirda. Demak, uyda o'sha yaxshigina isitib beradi, effektli. Ha, 40 kvadrat, 35 kvadrat joyda bemalol isitaveradi. Xo'p, dastlabkilar qanaqa bo'ladi? Dastlabki pochta orqali chiqarib beramiz. 220 ming so'mga uyigacha olib borib beramiz. Uyigacha olib beriladi. O'zbekiston bo'ylab, faqat to'lovini oldindan qilib berishadi. Oldindan qilib berishadi, uylarigacha yetib boradi. Yetib boradi, 100% yetib boradi. Qo'shni davlatda yoki ukalarimizga qana bo'lib turibdi? Qo'shni davlatda yoki ukalarimizga kargo orqali chiqarib beramiz. Kargo orqali chiqarib beramiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'lsa, kargo orqali chiqarib beramiz. Zo'r. Xo'p, agar ekonom pechkani oqtarib yurgan do'stlaringga videolar jo'natib bersizlar, tayyor, asosiysi olganga yarasha originalni oling. Buni arzonga shu turishini tayyorlasa bo'ladi, faqat material yupqalashib boradi yo sifati tushaveradi. Shunga qarab narxlar o'zgarib boradi. Har bitta narsa narxiga yarasha bo'ladi, shunga e'tibor berib qo'yasizlar. Ekranda nomerlar bor, telefon qilinglar. Manzilni so'raganlarga Manzil Farg'ona Toshloqda aka. Kelib telefon qilsa, chiroyli qilib lokatsiyalarni tashlab berilaveradi.